Ey ash'or mulkining buyuk sultoni, ey o'zbek xalqining suyuk o'g'loni, nomingdan dimoqqa ming xil gul esa, to abad atorlik xush havo kelur. Eshilib, to'lg'onib ingranadi kuy, asrlar g'amini so'ylar munojot, kuyi shunday bo'lsa g'amning o'ziga, qanday chiday oldi ekan bunga odamzod. Maskenim gülü bağı yerde Navoiy, namusum ağrım özümde. Navoiy, hiç yolğon yok aytgan sözümde. Anla, bu ne hol? Saadet bunchasi zulm etdi paydo. Gülüm, tushundim. Qiynama. Bu qanday hol? Necha kelgumdir bom, o'lsamni gulru kelmadi. Ko'zlarimga kecha tong otguncha uyqu kelmadi. Lahza chiqdim u chekdim yo'lda intizor. Keldi jon og'zimga u sho'x badxor kelmadi. Jahon mulkida baydo, shu ko'parizor. Sog'lan ishqim boshima kulfat savdo, ko'ngillarga farhod. Nega chaman istamas yantoq, sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shavloq, ne qilsa ham uning vatani. Nega chaman istamas yantoq, sahrosidan kelmaydi beri. Axir qumsar yongan shavloq, ne qilsa ham uning vatani. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, olam dema vatanim meni. Shu bir yantoqchalik bo'lmasam, olam dema vatanim meni. Navoiy bobo kalomimiz tavalludining 585 yilligi butun O'zbekiston bo'yicha qolaversa, xalqaro davlatlarda ham o'sha xalqlar tomonidan keng tantana qilinadi. O'zbekiston Milliy tiklanish demokratik partiyasi Surxondaryo viloyat kengashi tomonidan tashakkurnoma bilan taqdirlanadi. Sizlarga esa hamkorlik uchun katta rahmat deyman. Barcha ishtirokchi qizlarimizga maktab ma'muriyatining minnatdorchiligini bildiraman.